niqobi bu zaharli gazlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Uni ikkita qismdan filtr va shundan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Buni o'zining kiyish tartibi bor. Keyin kiyish filtrni ichida faollashtiradigan ko'mir va salfetkalari bor. Zaharli gazlarni ushlab qolaveradi. Keyin 4 soatdan keyin bu yordam bermay qo'yadi. Yordam bermay qoladi. Mabodo biz zaharli hududga kirdik. Bu gaz niqobimiz yirtilib qoldi. Gaz niqobimiz yirtilib qolgan paytda biz bundan foydalanish tartibi, filtrni o'zidan foydalanamiz. Bizda boshqa iloji yo'q. Nafas olishimiz kerak, nafas olmasak bo'lamiz. Nafas olsak ham bo'lamiz. Shu paytda og'izga mana bu teshikchasini og'izga qo'yamiz. Nafas olish uchun og'iz bilan nafas olamiz. Burunni yopamiz va quloqni yopamiz. Quloqni yopib, ko'zni yopamiz. Bukchaygan holda shunday turamiz. Ma'lum bir muddat.